Sizlar bilmaysizlar, shakar narkotiklar ro'yxatida birinchi o'rinda turadi. O'zingizlarda sinab ko'rmoqchi bo'lsanglar, shakardan voz kechinglar, shuni mazanglar qochib, asabiylar chiqib, narkomanlarga o'xshab qaltirab kayfiyatinglar bo'lmay qoladi. Nimaga desanglar, shakarga o'rganib qolgansizlar, lekin shakar tanamiz uchun eng zararli bo'lgan narsa. Qonda kortizolni ko'tarib yuboradi. Balki rak to'qimalarini kuchaytirib yuboradi. Kasal bo'lsanglar tez sog'aymaysizlar. Shuni hammasiga sabab shakar. Men shakardan voz kechganman. Butunlay shakarni o'rniga iste'mol qilayotgan narsalarimni, oddiy misol bilan tortlarni, shirinliklarni o'rniga mana bunaqa narsa iste'mol qilaman. Yoqadi menga profil, proteinli puding, ichida nima deb bo'lsanglar, sut bor, protein bor, kakao bor. Hech qanaqa shakar yo'q. Mana yozib qo'yibdi, no added shakar, sugar. Shakar qo'shilmagan, radnoy degani. Agar ozmoqchi bo'layotgan bo'lsanglar, zalga chiqmasdan ham ozsanglar bo'ladi. Shakardan voz kechishinglar kerak, gazirovka ichimliklardan voz kechishinglar kerak hamda un mahsulotlaridan voz kechishinglar kerak. Mana shu aytayotgan narsalardan voz kechsanglar, boshqa ovqat ilangiz ham bemalol ozib, chiroyli formaga kirsanglar bo'ladi. Radnoy videoni semirib ketgan tanishingizga jo'nating. Shakar iste'mol qilaver, mana narkoman bo'lib qolibsan. Shakarni tayla Radnoy deb ham yozib qo'yinglar. Men zalda men forma qilyapman, kirib kardiolarimni boshlayman. Sportchilar bilan bo'lsin, o'zinglarni asranglar.